Men Farg'ona tumani Chimyon qishlog'idan keldim. Mana shu Muqaddas klinikasiga. Juda ham yaxshi ekan muomalalari, olgan dori-darmonlar men juda ham yaxshi ta'sir qildi. Kelganimga 6 kun bo'lgan bo'lsa, juda ham hali uyqum ham yo'q edi, uyqularim ham bir ham yaxshi. Mana parafindek qizlar, mana juda ham chiroyli tarzda, nihoyatda muomalalari yaxshi, chiroyli qilishib, darsavalar oldik, ekstraforezlar, hamma yo'qlarni oldik. Bochkalari bor, imkon qadar shu bochkasi ham juda menga yoqdi. Mazza qilib hali olyapmiz lecheniyalarni. O'g'lim shartta tavsiya qiluvdi, kelib lecheniyalar olyapman mana Xudoga shukr. 3 mahal ovqat beradi. Ovqatlari ham juda shirin, mazali. Mana Xudoga shukr, ancha yengilman mana. Uyqularim joyida, og'riqlarim qoldi Xudoga shukr. Klinikam boshliqlariga ham rahmat, shunchalik shunaqa sharoitlar yaratib berganiga ham. Xudo omadlarini bersin.